Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalarim, opa-singillarim, barchangizdan kirib kelgan 2026-yil bilan tabriklaymiz. 2026-yilda yangi yilda kimga yaxshi niyatlar qilgan bo'lsa, ilohim niyatlaringizga yetinglar. Va mana bugun Afg'onistonda eng katta pulini ko'rsataylik dedik. Afg'onistonning mana eng katta puli bu 1000 afg'oni do'stlar. Bu 1000 afg'oni Afg'onistonning puli va O'zbekistonning puliga hisoblaydigan bo'lsak 200 ming so'm bo'ladi. 200 ming so'm bo'ladi do'stlar bu. Ikkita 5 litrlik yog' olsak bo'ladi va bir g'ob unni puli bo'ladi. Qarib bir g'ob unni puli bo'ladi va bu ham 500 afg'oni, bu ya'ni 100 ming so'm do'stlar. Bu bir kun ish haqqingiz bo'ladi. Va mana bu yerda esa 100 afg'oni bor. 100 afg'oni ham Afg'onistonning puli va O'zbekistonning puliga esa 20 ming so'm bo'ladi do'stlar. 20 ming so'm. Keyin mana bu yerda esa 50 afg'onisi bor. 50 afg'oni, ya'ni bu Afg'onistonning puli 50 afg'onisi O'zbekistonning puliga 10 ming so'm bo'ladi. 10 ming so'm. Keyin mana bu yerda esa 20 afg'onisi bor. 20 afg'oni ham Afg'onistonning puli, O'zbekistonning puliga esa 4 ming so'm bo'ladi do'stlar. 4 ming so'm. Keyin oxirida mana 10 afg'onisi bor. Bundan kichkina puli yo'q. 10 afg'oni, ya'ni bu ham 2000 so'm bo'ladi. Va tanga pulini ham ko'rsatamiz. Videoni sho'rib turibsiz. Bu ham Afg'onistonda bir afg'onisi O'zbekiston 187 so'm shunaqa bo'ladi va mana bu ham 5 afg'onisi bo'ladi. 5 afg'oni tanga puli, mana bu ham 2 afg'oni puli bo'ladi, tanga pullari. Inshaalloh like bosib, obuna bo'lib qolinglar. Afg'onistonning hayotini mana shu kanalda ko'rib borasizlar.